Qalam ko'tarildi, sahifalar quridi. Shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama. Sen suvni oqishidan, shamolni esishidan, shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma. Chunki sindimi, demak sinish kerak edi. Burning yerga ishqalansa ham, dod desang ham shunday bo'lish kerak edi, bo'ldi. Qazo albatta amalga oshadi. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Tushunyapsizmi? Sizni ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasangiz ham shu holat. Desiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Maqtanishmas-ku, baribir Surxondaryo nomer 1. yilga garantiyali Jeepga kamen xizmati do'stlar, ko'rib bitta baho beringlar. 250 kvadratga tashqi fasadga uyda kira olishiga yopishtirib berishdi do'stlar. Xo'p, Jeepga kamenda afzalligi do'stlar, xo'p, to'kilib ketmaydi, hech narsa bo'lmaydi, sho'rlamaydi, hech narsa qilmaydi. Eng qizig'i, tabiiy toshlardan ishlangan bo'ladi, rangi ham o'chib ketmaydi, 15 yil duolizdan tushib ketmaydi. Xo'p, do'stlar, sochili ham xuddi shundan bo'lgan. Jeepga kamenda o'zi 1 kvadrat 50 ming so'm, usta haqqisi 40 ming so'm, o'sha 90 ming so'mdan tayyor bo'lishi usta haqqi. Xomashi yo'q, abetini qilib berasiz, xullas bo'ldi. Qolgan hamma o'zlari bilan olib kelishadi. Acharamiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Kimga shunaqa Jeepga kamen xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hammamizga mana shunaqa chiroyli fasadlar qildirish nasib qilsin. Sog' bo'linglar.